Bilesizmi? Azrak fikringizni aytasizmi? Fikringizni bizning siyos haqida. Agarda tatarlar shu ravishda jiyilganlar ekan. Agar ular bir-birisine bugungi kunni esenlik, sog'lik tilab, ham mangilikka umtilishlarini bildirib kelalar ekan, shundan da tatar xalqi mangilik. Agarda 30 yil ilk kongress uyushgan ekan, ham bugungi kunda mana shu ravishda shashak otib yashay ekan, demak bu mangilik millat. Ana unda basib tura Labib Leron. Ish kun ilikkina jibergan edim. Biz o'zining kongressning boshlanishi turumda maqolamni jurnalni butunlay o'zgartirib 2 kun ichida chiqargan yangidan. Mana bugungi kunda. Mana shunday shan ma'nosida tatarlarimiz bor. Ular ko'p. Hem agarda shunday tatarlar ko'p ekan, demak tatar mangilik. Tatar bir qachonda bitmayacak. Mana bugungi kongress nek şunu rastlayın. Tilashaklarınız şu forumda qatnashishlar. Bir ishigimda yo'q. Chunki kim ko'pligini tirishmasin, Tatarni bir kimda bitira olmaydi. Tatar mangilik qolib, ham yer shari quyosh telasida ne kadar aylansa, Tatar shu qadar yashaydi. Siz chiqishingiz abi qaydan? Turmushingiz qaydan siz? Men endi g'afu etdingiz, men Sholli Orenburg ülkesinden kelgan tatar, men sizni biroz bilam, shunda da qaydan ekanini qiziqsinmadim. Sigir rayoni, eski Sigir ovulundan. Men ovul kishisi, ovulda o'sgan, ovulda tarbiyalangan kishi. Bugungi kunda Nagorskiy rayon, lekin bizning Sigirimiz mening uchun eng yaqin yerimiz. Siz shotlanasizmi? Nima mezgillar mana shu forumda sizni shotlandira? Hozir endi kiloga mana birinchi sizni endi tajribali qarash sizda baribir bizga qaraganda narsa ko'rdingiz? Ne shotlandira sizda hozir mana bugun? Mana shunda kongressni uyushtiruvchining yo'l boshida turgan kishilarni ko'rib, ham bugungi kunlarning davomchilarini sulay ko'rib, ular bilan esenlashib yashaganman ekan, demak tatar mangilik qoldi. Bundan aning tatarlığı küçüğe bara, hem tatar şunu bilen nıgıy bara, hem nıgıy bara yaşağını bir kimde bir neşekte bitir olmayacak. Indus abi, siz akademik, ne bütün köp narsalarni o'rsha aytmışsınız, перечислить, если mümkünlük mü? Mana söyleyiz, kim, nindi siz ravishda, nindi darajada aytınız sizin har. Bizga baribir o ko'ngilli shunday eshituv. Turmushingiz davrida nindi erishdingiz? Şunday yuqori yerga. O'rsha kerakmi? O'rsha da yari. Tatarcha bor. Ular kerakmas. No yari. No shu yari. Mana agarda biz bugungi dunyoning qalin ishlariga o'ylaymiz ekan, onun kelajagini ko'rishimiz kerak ekan, aytib bo'lar, agarda tatar faktori bugungi kunda nima bo'lsa, ilde Rusya yer sarımda tanışlık artkandan arta varacak. Siz bütün dünyada, bütün illerde, devletlerdeki Tatarlar bilen ölümtede turasızmı fenni hizmetkarlarından? Mesela Amerika Koşma Ştatları, Finlandiyada yürüyorsunuz ko'rasiz mi? Elbette. Fikir alışasız mı? Her vakit qarab turam, kuzatib turam. Hem milletlerimizin koydagana yaşasalar ve nere üstte hem nerseler geçirgenlerini görüp turam. Hem niye şatlanam? Hem mecilde de deyirlik, tatarlığımız artkandan arta var. Telimizni, dinimizni birinci orungaçıları ol, Tatarның birinci buluşları olup tura, hem bu turmuşka aşınlar. Bunun için, eğer de milletin tili isen iken, eğer o öz dininde yaşayken, İslam dininde, bu mengelik kalır. Bir nedir eksigim yok. Rahmet sizge, rahmet.